Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Qibray tumani axborot kutubxona markazi xodimlari sizlarni sara asarlarini tanishtirishda davom etadi. Bugun men sizlarga jahon adabiyoti durdona asarlaridan biri bo'lgan Lev Tolstoyning Urush va tinchlik roman epopeyasini o'qishni tavsiya etaman. Bu asar faqat urush yoki tinchlik haqida emas. Undagi mavzular qamrovi, odamlar qismati, ularning taqdiri, qarashlari va ayni damda bo'layotgan jarayonlarga munosabati kitobxon e'tiboridan chetda qolmaydi. Qolaversa, mutolaa jarayonida qalbingizga yaqin bo'lib qolgan yoxud jamiyatda qanday mavqega ega bo'lishidan qat'iy nazar urushni o'zining taqdiri bilan bog'lagan va bo'layotgan voqealarga faol munosabat bildirayotgan qahramonlar qismati. Bu hodisa favqulodda emas, balki o'z erki, o'z nomusi uchun kurashayotgan timsol sifatida gavdalanadi. Bu asarni o'qir ekansiz, asar qahramonlari bilan uzoq muddat o'zingizni hamfikr, hamsuhbatdek his qilasiz. Aziz kitobxonlar, asar voqealari sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.